Сейчас они настраивают свои инструменты. Там еще трубачи есть. Да, они настраивают это разные. Фаготисты. Там фаготы. Salomdan boshlanar so'zning avvali. Yurakdan sizlarga salom, assalom. Sizlarga muntazir tilaklar zari. Xush ko'rdik qalblarda cheksiz ehtirom. Orkestr chalganda xush navolarni, jonlanib ketajak go'zal tuyg'ular, Alibek yaratgan xush sadolari, yuzlarga to'ldirar shodlik kulgular. Пусть другое место ищут. Assalomu alaykum muhtaram mehmonlar, qadrli san'at shaydolari. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, qadrli haqiqiy san'at ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan mana shunday bir go'zal makonda yana diydorlashib turganimizdan benihoya shodmiz azizlar. Bugun dillardan dillarga ko'chgan so'zlar navo va kuylarga aylanib muhabbatni tarannum etgan kechadir. Bugungi muhabbatni tarannum etgan kechaga xush kelibsizlar azizlar. San'at inson qalbiga yetib borish uchun so'z so'raydi, ohang qidiradi, ruh topadi. Ana shu ruh bugun bu sahnada mujassam. Bu sahnada zavq olishga arziydigan javohir bor. Xalqning muhabbati bilan qadr topgan buyuk iste'dod bor. Bugungi kechamizning qahramonlari musiqa olamida o'z o'rniga ega, yuksak mahorat sohibi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alibek Abdurahmonov hamda O'zbekiston Milliy simfonik orkestridir. Хлопай, хлопай, хлопай. Это первый день? Да. Bugungi kecha siz biz uchun nafaqat konsert, balki his-tuyg'ular, ilhom va ruhiy ozuqalarning uyg'onishidir. Bu yerda tinglanadigan har bir ohang qalbdan chiqqan va qalbga yetib boradigan ovoz bo'lib yangraydi. Hurmatli mehmonlar, sizlarni ko'p kutilmagan holda biz bugungi kechamizning qahramonini sahnamizga taklif etamiz. Demak, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alibek Abdurahmonov, marhamat. Hamda O'zbekiston Milliy simfonik orkestri. Хлопай, хлопай. Мегафон. Головка это мегафон света. Хлопай. Показывают мультфильм.